Abbos Ubaydullayev 1967-yil 7-iyulda dunyoga kelganman. Hozir toza havoni direktoriman. O'zi pensiyaga yaqinlashib qoldikda. Sezonda to'yda kanda qilmaymiz. Konsertlar, bayramlarda aniq chiqaman. Men birovdan ashula olgan odam emasman. Birovdan qo'shiq olmaganman. O'tirib o'zim ashula tayyorlardim. O'sha mahallada, to'yxonada shoir bo'lsa, Abbos aka, buni she'rimni ko'ring, buni olib qo'ying, bir ko'rib qo'yasiz deb men keyin uni sekin sezondan keyin varaqlardim ko'p narsa. O'shanda o'tirib olib faqat o'zim ijod qilganman. Afg'on xizmat qilganman. Afg'onistonda o'zi 85-87-yil kelganman xizmat qilib. Biz o'zimizdan bilganimiz yo'q. Shu voyenkomatga chaqirishdi. Voyenkomatdan bir 60 tacha balani Toshkentga olib kelishdi. Toshkentdan keyin Olmaotaga olib ketib, 3 oy Olmaotada bo'lib, keyin samolyotga o'tkazishdi. Shu bir aylantirib, shu bir ko'zimizni ochsak, shu Afg'onistondamiz. O'zimiz ham bilganimiz bu. Bitta qancha yaqinlarimiz o'tib ketdi, qancha do'stlarimiz. Bitta o'q keldi, o'q uzildi. Oyog'im arasiga kelib tegdi o'q. O'shanda ham o'zim yo'qotmaganman-ku, tuproqqa tashlab, mendan jinga tepora bo'lganda u shag'al. O'shani hisobiga keyin men shunaqa qilib yotib, kazarmagacha yotib borgan. Xudo saqladi dedim. Hech qachon xotiramdan o'chmaydi. Samolyotga o'tirguncha ishonmadim. Ishonmayapmanki, uyga ketyapman. Ko'pchilik yig'lavordik. Biz qaytyapmiz O'zbekistonimizga. 5larga keldim shikili uyga. Taqillatdim. Uyimdagilar chiqdi. O'zlarini tashlab yuborishdi onam. Ketib turganimda eshigimiz sedim, tosh bo'lardi. Keyin aytib berishdi. Mana shu onang ertalabdan kechgacha o'tirishardi deyapti. Sani kutildi. Kim bilan keldingiz aka? Bugun men o'g'lim bilan kelganman, katta o'g'lim Dostonbek. Keyin o'g'lim nima tashashibdi, qabul qilindi. Dada bular sizni qidiryapti deb keldilar. Dostonbek, siz bilan gaplashsak, siz qo'ndirishingizga to'g'ri keldimi dadangizni yoki shunchaki aytishingiz o'zi yetarli bo'ldi? Yo'q, bundan oldin hali kit bo'ldi-ku. O'shanda aytishdiki, kattalarni ham qilsa yaxshi bo'lardi degan fikr o'zi bor edi. Keldim, shuni to'ldirib qo'yay dedim. Siz qilarish qilib qo'ydingiz. Registratsiya qilib qo'ydingiz. Endi siz bilan birgalikda natijasini kutishimiz qoldi faqat. Xudo xolasa. Men o'zim niyat qilib yurdim. Shu yosh kattalarga ham e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Qancha yosh kattalar hozir yotibdi. Shular ham sal yana innaridan chiqib harakat qilib, mana qarang, natija zo'r, xudo xolasa. Mustabid zanjirlarim uzgan bilaklar ishga tush. Yana mazkur bilmaydigan ashula. Uxlamay aytgan tilaklar ishga tush. Goh sanchi bor ekan qoni yuraklar ishga tush. Necha yil ko'nglimdagi buzruq foring yayrasin. Mudrabon sozing nishon tamburda toring yangrasin. Nolasin damdashdagi lola xoring yayrasin. Janki yaxshi yomon bag'ringda boring yayrasin. Erku baxt tongida ozod diyoring yayrasin. Kelsa sayyod topmagay bizlagi ikromini so'rma
qaysi yurt lazzatu ilhomini el ko'targay boshiga iymonu islomini eng buyuk xalqim bugun dilda oshkor yangrasin mutrabon sozingni shal tamburudi toring yangrasin nolasin damdashdagi lola xoring yangrasin jamiki yaxshi yomon bag'ringda boring yangrasin ilku baxtning tongida ozod diyoring yangrasin nimadir bor baribir ham mana shu ijrochida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Man Qo'qondaman. Qo'qon. Qo'qon shahri. Abbos Ubaydullayevman. 57 yoshdaman hozir. Bu loyiha 50 yoshdan tepasi deganda juda ham xursand bo'ldimki, bizni kattalarni ham, sal yosh kattalarni ham kimlardir o'ylab, maslahat qilib, shuni qo'yishganiga men hamisha rahmatlar aytaman. Yashang. Haqiqatdan O'zi bu shug'ullanishingiz musiqami faqat yo boshqa kasbingiz ham bormi? Shu san'at bilan shug'ullanib kelaman yoshligimdan. Men bir narsani so'ramoqchi edim. Bu qo'shiqni so'zlarini boshqacha qilib ijro etganmisiz? Menimcha o'zbegimning bolasi deb eshitganman shu qo'shiqni. O'xshayotgan melodiyasi. Bu haqiqiy so'zi shu. 97-yil aytilgan. Aha. Original ekan-da bu Ha, qo'shiq. bu originali shu. Demak siz aytgansiz originalni. Voy, qarsanglar siz. Keyin bu nima mashhur bo'lib ketib, yoshlar boshqa so'zlarni qo'shib mana shunaqa olib chiqishgan ekanda. Men bitta juda ajoyib qiz tomonidan, xonanda qizimiz tomonidan eshitganman-da, so'zlari boshqacha edi. O'zbegimning bolasi deb. yo'q, xotiraga qoyilman, qarang. Da, shu Eshitib qolganini qarang. Tajribada. Ilhomjon, men sizni ham san'atingizni kuzataman. rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Endi Farruh akam biz siz qo'shiqlaringizni yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz. Kumush opam. Shu sahnaga shu kunlarga yetib kelganimizga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Yashang. Sahna qalay? Rahmat. Sahna go'zal bu. Go'zal. Alloh xolasa zo'r bu. Endi bizga nasib qilmadi. Aytganingizni Xudo xolasa keyin Katta marralar endi oldinda ekan. Xudo xolasa davomi bo'ladi. Davomi bo'ladi. Charchamang, to'xtamang. mana shu sahnada ko'rishga shu otam, onam havas qilgandilar. Umrlar uzoq, shu otam, onam umrlari uzoq bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Bola chaqam sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yashang. Rahmat. Rahmat. Guldiroz chapaylar siz uchun. Oxirgi gapingiz juda zo'r bo'ldi. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Qo'qonliklar bir boshqacha o'zi. Okey, keyingi sezonga albatta keling. Вообще keraksiz bu loyihaga. Keling, Sog' bo'ling. Final bo'ldi aka, final bo'ldi. Tabriklayman. Bunaqasi bo'lmagan. Xursandmisiz o'zingiz? Endi avvalo hamma narsa nasib qilgani bilan. Boshqa iloji. Mengina bitta narsadan xursand bo'lganim, ustozlar qo'shiq eshitishgan ekan. Shunisi menga Aka, bugun qo'shiqni eshitganmiz isha. Ishda o'tgan vaqtimdan bilasizmi nima uchun xursandman? Men bu qo'shiqni bolaligimdan eshitib katta bo'lganman va bugun men bu qo'shiqning egasini topdim va tanishganimdan xursandman akajon. Salomat bo'ling. Ijodingizda omad. Rahmat.